Assalomu alaykum. Bugun taqqoslashga doir bir masalani ko'rib chiqamiz. Y darajada pi kattami, pi darajada y kattami? Demak, qaysi biri kattaligini qanaqa topamiz? Demak, buni ikkala tomonni lnlab yuborsak, ln y darajada pi, ln pi darajada y. Demak, pi oldinga tushadi. Pi ko'paytirilgan ln y bo'lsa y oldinga tushadi. Demak, y ko'paytirilgan ln pi. Demak, buni bu yoqqa ayrish qilib o'tkazsak, mana 1 ga teng bo'ladi. Pi minus y ko'paytirilgan ln pi va 0 qoladi. Demak, qaysi bu 0 dan kattaligini isbotlasak, bu katta bo'ladi. Agar bu 0 dan kichikligini isbotlasak, bu katta bo'ladi. Demak, nima qilamiz? Buni funksiya deb qaraymiz. Ya'ni f at x minus y ko'paytirilgan ln x ko'rinishda turibdi. Mana bu konstanta, mana pilar o'zgaradi deylik. Demak, bundan hosila olsak f at x b, mana bu esa minus bu konstanta son ln dan hosila olsak, ln x dan hosila olsak 1 taqsim x bo'ladi. Ya'ni y taqsim x bo'ladi. Y taqsim x bu x minus y taqsim x. Endi buni minimal nuqtasini topsak, 0 ga tenglashtiramiz. 0 ga tenglashtirsak, x minus y taqsim x teng 0 bo'ladi. Bu demak, x teng emas 0, x esa teng y chiqadi. Demak, chizsak, mana y nuqta, bu x mana 0 desak, chunki mana funksiyani aniqlash sohasi bu d f at x aniqlanish sohasi bu 0 dan plus cheksizlikkacha bo'ladi. X qabul qiladigan qiymat, chunki x 0 dan katta bo'lishi kerak, teng bo'lmashi kerak. Mana tavs mana bunaqa tavs. Demak, 0 dan plus cheksizlikkacha mana bu x qabul qiladigan qiymat ln ichi musbat bo'lishi kerak. Demak, bundan qilsak, bu yerda manfiy, bu yerda musbat. Demak, bu oraliq va bu oraliq kamayuvchi va o'suvchi oralig'i. Demak, bunda nima qilamiz? F at x o'rniga pi qo'ysak, demak, mana bu oraliqqa tushadi. Mana pi mana shu yerda. Chunki y dan kattaroq pi. Demak, bu musbat bo'ladi. Musbat oraliq. Musbat oraliq degani 0 dan katta bo'ladi. O'suvchi. O'syapti va 0 dan katta bo'ladi. Demak, bu yerdan misolda yechimi ko'rinib qoldi. Mana shu funksiyaga pi ni olib borib qo'ysak, demak, pi minus y ko'paytirilgan ln pi 0 dan katta ekan. Demak, 0 dan kattaligidan bu tomon katta, bu tomon katta. Y darajada pi darajada y dan katta ekan.